Assalomu alaykum do'stlarim, like bosib turibsizlarmi? GG kanalimga xush kelibsizlar. Hop, bugungi o'yinimiz yana o'sha Dream League Sakura o'yini. Obunachimiz, ya'ni o'rtog'im bilan birga bir o'ynab ko'raman. Obunachim tarkibimiz tayyor, Bahodirxon so'rashur. Mana. Birga bir o'ynaymiz mana. Druja tashlayman. Qanaqadir taktikalarni to'g'rilab olib, bemalol qabul qilaverasiz. Bo'ldi. Atam sal ozroq. Lekin yaxshi o'ynaydi ancha. Lekin maytalik emas. Hop, mana boshlanishidan internetim qochishni boshladi. O'zbekiston tengdir, O'zbekistonga deysiz. Yaxshi. Hop, mana kopda bizga endi o'zingdan ko'r Bahodirxon. Qanotga zarba. O'tmadi. Internet qochishlari bor-ku, yomon joyga teragan. Gol urib ketadimi deyman, obunachilar. Voy. Harakat qilib ko'rdi, endi biz ham hujumga o'tamiz. Hop. Voy. Chiroyli gol urmoqchi edim, maqtaman. Opa. Sanki tez gol kirdi. Hop, birinchi hisobda bitirni o'zim boshlab beraman. Internet qochishini aytmaganda hozir hammasi yaxshi. Sekin himoyaga qaytib o'ynaveramiz, bo'lsam 4-5 ta gol joylab qo'yish mumkin. Hop, yana bitta hujumga o'tamiz. Yaxshi, o'zi gol uramanmi deyman. Ketamiz yo'q, o'xshaman. Bahodirxon bilasan, yaqinda darasaga katta yangilanishlardan biri keladi. Dynamic Stars To'xtanov keladi. To'xtanovni olish kerak-da, lekin nimadir qilib bo'lsa ham. Yangi emojilar qo'shiladi. Yana yangilanish katta bo'ladi-da, yozgi o'sha yangilanishda. Qancha yo'qmi? Yaxshi. Yaxshi. Uni olishim mumkin. Imkoniyat ancha katta. Men lekin bitta ham olmoq yo'qman-a. Tartib to'g'ri olib. Yo'q, men Yamal, Pedri, Rodrilarni so'qildim-da o'shancha. Yangilandi o'sha jahon chempionatiga moslashdi-da bu. Jahon chempionati yangilanish yo'li deyishadi ko'pchilik. Ancha chiroylilashdi. Tabikan o'ynadim. Osmani ham agentda. Men o'ynadim, yutqizib qo'ydim-da. Uchta imkoniyatga. Internet qotganiga. Bitta tepaga ko'taram. Yaxshi. Golmi? Yo'q. Men 3-sida ham yutqizdim. Internet shunaqa qotdi lekin o'zi Tabitkani o'sha 3 kun beriladigan bo'lsa, 3-kunda o'ynash kerak ekanda. Chunki 3-kuni unchalik jalasiga qiziqmaydiganlar o'ynaydi-da. Birinchi kunda jalasiga qiziqadiganlar, jalasini zo'r o'ynaydiganlar o'ynaydi. Thank you, go. Hisobni tenglashtirib oldi Bahodirxon.
full account bilan endi yutmasak bo'lmaydi. Hujumga chiqamiz. Yo'q, pas o'tmadi. Yaxshi. Van Dijk golmi? Yo'q. Kurtuva save qildi. Kurtuvaning bo'yi o'zi ham 2 metrda bemalol save qilib qo'yadi. Uzoqdan zarba? Yo'q. Kesib ketdi. Yashil kartasini full qilsam keyin o'ynataman. O'zi 60 qildim. Kartaga qo'yishni 60 qildim. Yamaldan 500 chiqarsam bo'lardi-yu, lekin Yamaldan 400 qoldi. 86 dan lekin 600 bemalol chiqarsam bo'ladi. Hop, mana o'zi tugadi. Biroq Crespo tezligi bilan o'tib ketdi. Yaxshi, o'zi Bahodirxon comeback qildi. Sariq akkauntga ishonmayapman, bu yomon zo'r o'ynaydi lekin o'yinda. Klassiklar olaymi? Crespo'mi? Men uchinchisini ololmayman lekin. Harakat qilishim mumkin. O'zi bitta 15 ming yig'sam, o'sha 3-agent beradi. Yo'q, ishdan tugadi. Yugurgan foydasi yo'q. Yugursa ham yetolmasdi baribir Lewandowski. Hop, yo'q, ololmay qoldi. Real. O'zi menimcha yedimmi deyman-da. Internet qasib qoldi. Oxirgi imkoniyat desam yo'q. O'zi Bahodirxon comeback qildi, g'alaba qildi. Короче, bu o'yin akkauntga bog'liq emas-da. O'yininglar qanchalik zo'r bo'lsa, obunachilar sariqni oq akkauntda ham yutib ketishlar mumkin-da, bunaqa full akkauntlarni. Xulosa chiqaradigan bo'lsak, sariq akkauntlarda ham full akkaunt yutib ketsa bo'ladi. Hamma akkauntga bog'liq emas, просто o'yinga bog'liq-da. Xo'p, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Revansh olishimni xohlasanglar 150 ta like yig'ib bersanglar, yana Bahodirxon bilan o'ynab revansh olamiz. Bahodirxon xayrlashdi. Xo'p, izohga yana nima haqida videolar chiqarishimni yozib qoldiringlar. Bo'lmasam obuna bo'lib like bosib qo'ygan bo'lsanglar, hammaga xayr, rahmat, joningiz sog' bo'lsin.